Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizni Regos programmani endi ikkinchi programmasini, komplektga kiradigan programmasini ko'rib chiqamiz. U programma o'sha notebookinglarga o'rnatgan bo'ladi. Oldingi videoda biz kassadagi monoblokda kassani programmasini ko'rib chiqamiz. Bugun esa o'sha notebookga yoki personalniy kompyuterga o'rnatilgan programmani Prihod programmasini ko'rib chiqamiz. Prihod programmasi qora ko'rinishda bo'ladi. Regos Store Management deyiladi. Xo'p, bu yoqqa kirilganda har bitta ishchingizni o'zini parol logini bo'ladi. U degani har bitta ishchingizni o'zini vazifasi bor. Kim qanaqa parol bilan kiradigan bo'lsa, shu vazifani bajaradi. Tovaroved bo'ladimi, buxgaltermi, finansistmi shu. Har bitta ishchini o'zini parol logini bor. Hozir mana parolni teramiz. Xo'p, mana biz programmaga kirdik. Hozir ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yondagi ochilgan narsalar bu birinchi narsa bu ma'lumotnoma nomenklatura. Nomenklatura degani bu tovarlaringizni bu yerda polniy ma'lumotlari chiqadi. Ko'rishingiz mumkin, har bitta tovarlaringiz papkani ichida joylashgan bo'ladi. Bu degani misol mayonez papkani sozdать qilsangiz, mayonez papkaga o'sha hamma mayonezlaringizni qo'shasiz. Bu programmada qulaylik tarafi tayyor baza bor. U degani mana hozir ko'rishingiz mumkin, klaviatura qo'lga oldim. F12 knopkasini bosadigan bo'lsam, serverda qidirish. Botga любой nomenklaturani shtrix kodini yozadigan bo'lsangiz, tovar уже avtomatik bazada topiladi. Hozir даже bitta tovarni sizlar bilan kiritib chiqamiz. Hozir 1 minut. Mana ko'rishingiz mumkin, Tiz choy. Hozir buni shtrix kodini kiritamiz. Mana skanerga uraman. Mana shtrix kod kiritildi. Ko'rishingiz mumkin, zеленый чай. Zеленый чай рассыпной, упакованный 25 ta paketik. So, avtomatik nomi bilan уже chiqib kelyapti. Sizdan qolayotgan narsa, ha, bu tovar rostdan ham choymi deb so'rayapti pastda. Da knopkasini bosadigan bo'lsangiz, tovar bazaga qo'shiladi. Tovar ikkinchi marta qo'shilayotgan bo'lsa, уже bir marta уже qo'shilgan, ikkinchi marta, ya'ni yangitdan qo'shaman deydigan bo'lsangiz, tovar bazaga qo'shilmaydi. Bu narsa nimaga qulaylik tarafi? Tovarlaringizni duplikatlari bo'lmaydi. Misol, mana shu choyni ko'p programmalarda 5-10 marta qo'shib yuborishi mumkin. Sizda esa bir marta qo'shiladi, ikkinchi marta o'sha programma bu narsani qo'shmaydi. Bu yaxshi полезный narsa nimaki, kassada keyinchalik sizda muammo bo'lmaydi. Tovarlaringiz kassada ham narxsiz tovar chiqib qolmaydi. Hamma narsa aniq to'shni chiqadi. Shuning uchun programma hamma ошибкаlarni sizga hisoblab beradi. Plus, mana shu choyga kirgazganingizda virtual kassa bilan ishlaydigan bo'lsangiz, sizga sразу avtomatik bu tovarni IKPU kodini ham qo'yib beradi. Programma o'zi. To есть siz Tasnif.uz saytidan, soliq saytidan bunga IKPU kod qidirib o'tirishingiz shart emas. Shtrix kod, nomi, sizdan qolayotgan narsa faqat omboringizga kirasiz. Xaridlar va qaysi firmadan mana shu choy misol sizga kelyapti. Qaysidir agent firma olib kelib beradi bu choyni sizga. Siz agent bilan orangizda dokument sozdать qilasiz, skladda, u degani bitta agent bilan polностью oldi berdingiz ko'rinadi bu yerda. Mana shartnomani tanlashingiz mumkin, bu ham xohishingiz. Keyin narx turi, qanaqa narx bo'yicha sizga tovar kelyapti. Qanaqa narx bo'yicha sizga tovar kelyapti. Optoviy narxda tovarni olyapsizmi yoki roznичныйda olyapsizmi? So'mda dollarda olyapsizmi tovarni? Qaysi omborga prihod qilyapsiz? Balki sizda 3 ta, 4 ta, 5 ta omboringiz bor. Siz qaysi omborga tovarni kiritmoqchisiz? Shu omborga kirib, bemalol shu choydan nechta keldi, sonini kirgizib qo'yishingiz mumkin. Ustiga qo'yiladigan ustamasini foizda kirgizib qo'ysangiz, o'sha avtomatik o'zi sotiladigan narxini hisoblab beradi sizga. Programmaga kalkulyator ham joylashtirilgan. Keyin yana tan summasi общий tovaringiz. Misol, mana shu Tiz choy nechta общий kelgan, tan narxi, nechta sotishingiz bilan qancha foyda ko'rasiz. Sizga programma oldindan ko'rsatib beradi bu narsani. Plus eng muhim narsa, programmada oldin olingan narxi ham ko'rsatadi. Bu narsa nimaga kerak? Misol, siz mana shu choyni 2 oy, 3 oy oldin olgansiz, sizda tovar tugagan, siz повторni olib kelyapsiz yoki gaplashyapsiz agentlar bilan.
avvalgi safarlari bir 2 oy yoki 3 oy oldin qanaqa narx bo'yicha bu tovarni sotib olganingizni ham sizga programma Regos programmasi ko'rsatib beradi. To есть bu yerda to'liq ma'lumot olishingiz mumkin tovarlar bo'yicha. Xo'p, hujjatlar bo'limini ham ko'rib chiqamiz. Hujjatda endi bu yerda shartnomalar saqlanadi. Firmalar bilan oldi-berdi qilayotganingiz hamma narsa hujjatlarda saqlashingiz mumkin. Xo'p, omborda keyin kontragentdan qabul qilishingiz mumkin. Agar sizlarda sklad yoki optoviy joyinglar bo'lsa, siz kontragentga отгрузка qilishingiz mumkin. Unda основной отгрузкада sklad, omborlar и optoviy do'konlar ishlaydi. Nimaga bu narsa kerak? Nimaki qarzga ishlaysiz, realizatsiyaga ishlaysiz. Siz molni katta ob'yomda chiqarib olasiz и katta skladlarda qilinadigandaga A4 formatda srazu qog'ozda akt sverki chiqarib berasiz klientingizga. Har bitta akt sverkini Excel variantga ham joylashtirib olsa bo'ladi. Programmani o'zida shuni ushlab tursangiz, ozgina pastda Excelga export, sizlar Excelga export ham qilib olishingiz mumkin. И plus sverka akti. Programma o'zbek tilida, rus tilida, ingliz tilida bemalol ishlaydi. Siz o'zingizga mos, o'zingiz ishchingizga mos til qilib berishingiz mumkin bemalol. Xo'p, akt sverka chiqaradigan bo'lsangiz, Telegramdan sizni kim sizdan tovar olayotgan bo'lsa, shu odamga Telegramdan akt sverka tashlab yuborasiz. U yerda ko'rinadi 1 oy davomida yoki 1 yil davomida qancha pul bergan, nimaga расчет qilgan, nimaga расчет qilmagan, dollar berganmi, so'm berganmi. To есть siz to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Unda muammosi yo'q. Xo'p, keyingi bo'lim ishlab chiqarish. Ishlab chiqarish bor programmada texnologik kartasi. Misol sizda ishlab chiqarishingiz bor, supermarket katta, и siz non yopasiz do'konning ichida. Bitta nonga qancha, misol bo'rka yopasiz. Bitta bo'rkaga qancha un ketadi, qancha suv ketadi, ishchilarning oyligi, hamma narsa avtomatik texnologik karta tuzasiz. Bitta nonga qancha nima расход bo'layotganini avtomatik bitta non klient sotib olganida omboringizdan srazu shuncha gram un списание qilinadi, shuncha gram sut, shuncha elektrichество ketyapti bitta bo'rkaga. Shuni polni texnologik kartasida razbor qilib berishi mumkin sizga programma. Xo'p, chakana savdo majmuasi degani bu kassalarning hisoboti. Umumiy qancha daromad topyapsiz, qancha zararga kiryapsiz, nechta chek vazrat bo'ldi, kunlik o'rtacha chek qancha bo'lyapti. To'liq ma'lumotni mana shundan ko'rishingiz mumkin. Chakana savdo majmuasidan. To есть bu programma kassangizda любой, misol sizda 10 ta do'koningiz bor, siz bitta notebookda o'tirib, har bitta kassani tekshirsangiz bo'ladi. Qancha savdo qilyapti har bitta kassa, qancha foyda, qancha zararga kiritib qolyapsiz. Buni sizga ko'rsatib beradi. Kunlik, bir haftalik, bir oylik, bir yillik отчетlarni olsangiz bo'ladi bu yerdan. Ko'rishingiz mumkin. Programmaga men ham kassada ishlaganimda, ham bu yerda ishlayotganimda katta shiraka formatli doskada spesialni ko'rsatib beraman, tushunish uchun hech qanaqa qotishlar, unaqa narsalar yo'q. Srazu hamma narsa tez va yaxshi sifatli ochilyapti. Nimaki, bizda облачный serverimiz juda ham kuchli. Katta supermarketlar ham bu programmada ishlaydigan bo'lsa, ularda ham hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Nimaki, texpodдержка, texnik xizmatlari har doim programmani kuzatib borishadi. Xo'p, marketing bo'limi nima degani? Men sizlarga kassani ko'rsatganda Telegram bot ko'rsatdim mijozlar uchun. Marketing mana shu joyda ishlaydi. Marketing jo'natmalar qiladigan bo'lsangiz, Telegram bot jo'natmalari mana ko'rishingiz mumkin. Botni silkasini tanlaysiz. Silka tanlandi, Dunyo Market. Botga bitta rasm qo'yib, rasmni tanlaysizlar, любой rasm. Endi hozirgi payt 25-yilda bizda ChatGPT bor. Bemalol o'tga qanaqadir rasmni qo'yib, ustiga aksiya deb yozib, siz o'zingizga xohlagan rasmingizni yasatib olsangiz bo'ladi. Bu rasmni masjidga qo'yadigan bo'lsangiz, tagiga tekst yozasiz. Misol sizda aytaylik, bugun choy bizda e'tiborda, mana shu choyga aksiya bo'lyapti. Bu choy sizlarda 10 mingdan sotilyapti. Tagiga yozasiz, jo'natish qiladigan bo'lsangiz, sizni Telegram botingizga kimga накопительный karta ochib bergan bo'lsangiz, nechta mijoz ulangan bo'lsa, hammaga shu bitta SMS tarqaladi. Bu marketing narsasini kuchaytiradi, ketmayotgan tovarlaringizni analiz qilib beradi programma. Siz bemalol
har bitta klientingizga xabar yuborishingiz mumkin. Чтобы yana ham klientlarni bog'lash, do'konga savdoni kuchaytirish sifatida. Xo'p, keyingisi korxonalar. Korxonalar bu ombor savdosi, har bitta do'koningiz haqida ma'lumot mana shu yerdan olib ketasiz. Yo ombordan deysizmi, yo kassasidan deysizmi, yoki realizatsiya qilyapsizmi tovarlarni. Hamma ma'lumotlarni mana shu yerdan olasiz. Hisobotlar. Endi hisobotlar moliya tomonidan hisobotlar bor. Misol, sizning katta supermarket, sizni buxgalteringiz 1S programmani ishlatadi. Bizda прямой 1S buxgalteriya leading tomon bilan integratsiyamiz bor. Bemalol buxgalter o'zini 1S'ini ham bog'lashi mumkin programmaga, xohlagan отчетini o'ziga ola oladi. Bu ham o'zingizning xohishingiz. No integratsiyamiz bor. Ombor hisobotlari u degani qayerdan tovar oldingiz va qaysi mijozga sizni tovaringiz sotilganini ko'rsatib beradi programma. Bu degani sizni tovaringiz hech qayerga yo'qolib ketmaydi. Polni har bitta tovarni siz anig'ini bilasiz. Mana shu tovar misol qaysidir firmadan kelyapti sizga, qaysi mijozga, familiya, ism, nomer telefonigacha ko'rinadi, qachon kimga sotilgan. Xohlagan chisladan xohlagan chislagacha отчет ko'rishingiz mumkin. Bir kunlik deysizlarmi yoki bir yillik deysizlarmi, bemalol. Periodini tanlaysizlar, programma sizlarga bemalol o'zi ko'rsatib beradi. Sotuvlar, ABC tahlil. Bu degani qaysi tovaringiz zo'r, qaysi tovaringiz yomon, qaysi tovaringiz slabый sotilyapti. Bundan tashqari yana juda ko'p bizda analizlar bor. Bu yerda даже misol mana shu tovar brend bo'yicha yaxshi sotilyaptimi yoki xo'p, qaysi davlat ishlab chiqargan bu tovarni, hamma ma'lumotni sizga ko'rsatib beradi. Aytgan ma'lumotingizni hozir qisqa qilib tushuntirib bera olmayman sizga. Xo'p, keyin yana klientlaringiz bo'yicha analitika qilib beradi programma. Misol, qaysi klient ko'proq sizning do'koningizga kiryapti, qaysi klient kam kiryapti sizning do'koningizga. Xo'p, qaysi yoshdagi klientlar ko'proq kiryapti. Misol, sizda parfyumeriya do'konlari bor, женский kosmetika. Женский kosmetikani ko'proq qaysi yoshdagi ayollar ko'proq qaysi kosmetikaga qiziqadi. Mana shu programma sizga anig'ini ko'rsatib beradi. Faqat klientlarga накопительный karta ochib berishingiz kerak. Programmani sozlamalari bo'yicha to'liq ma'lumot berdik. Yana bitta narsa o'tib o'taman. To что har bitta ishchingizga siz alohida parol login qilib berib, har bitta ishingiz o'zini tushunayotgan tilida ishlay oladi programmada. Bu degani misol ruschada ishlayman, kassir deyapti, uning uchun siz ruscha ochib berishingiz mumkin programmani. Parallelni boshqa xodimingizga o'zbek tilida ochib berishingiz mumkin. To есть programmada xohlagan возможностьingiz o'zingizga bor. Plus bizda ko'p serverlar bilan integratsiya bor. Hozir bularni ham polностью ko'rib chiqamiz. Rasm yuklash. Hozirgi payt moda bo'lyapti, juda искусственный intellekt programmaga kiritish. Bu narsa bizda ham bor. Siz nakladnoy rasmga olib, прямой nakladnoy skladda programmada yana bundan tashqari integratsiyalar bor. Regis programmasi bilan rasm yuklash degani hozirgi payt sotsiyetlarda ko'rishingiz mumkin. Ko'p tarqalyapti. Nakladnoy rasmga olib, bu narsani sразу programmaga tushirishingiz mumkin. Bu narsa bizda ham bor. Yaxshi, stabilniy ishlashi mumkin, lekin bizani O'zbekiston поставщикlar bilan hali mo'ljallanmagan. Nimaki sizga nimaga tushuntirib beraman? Sizga aytaylik, un qoplab kelyapti. Siz nakladnoyda qop yozilgan un kelishi, lekin siz kilada sotasiz. Programmaga un qoplab kiritiladi. Keyin yana sizga misol bloklarda suv keladi. Bloklarda suv kelgan bo'lsa, blok deb kiritib ketadi. Sizga har bitta donani hisoblab berish kerak. Shuning uchun hali ozgina tayyor emas, lekin bu narsa bor. Qaysidir qismda mana shu narsani ishlatishingiz mumkin. Telegram bot bilan integratsiya ko'rsatib berganmiz. Sotuvlardan sizlarga har bitta chekdan ma'lumot keladi. Xo'p, undan tashqari get SMS. Siz nafaqat Telegram bot orqali klientlarga SMS yuborishingiz mumkin. Ham undan tashqari oddiy SMS shaklda ham xabarnoma yuborishingiz mumkin. Tug'ilgan kuni bilan tabrik yoki qanaqadir aksiya yoki skidka bo'lyapti, klientlaringizga bemalol SMS xabarnoma yuborsangiz bo'ladi, faqat bular bilan shartnoma tuzasiz. Xo'p, keyingi narsa ma'lumot yig'ish, bu TSD. Hozir rasm qo'yilib ketadi. TSD narsa nimaligini, TSD juda ham qulay va sodda narsa.
tezda olishinglar ham shart emas. Telefonga programma o'rnatsanglar bo'ladi. Misol, do'koningizda inventarizatsiyani qilyapsiz. Bemalol telefoningizga programma o'rnatasiz и любой tovar yoniga, misol sizlarga kola kelyapti. Kolani bittasini urganingizda nechta kola keldi? Aytaylik 100 ta kola kelyapti. Srazu programmaga 100 ta kola prihod bo'ladi. Bu degani do'kon inventarizatsiyasini qilish oson. 2 soatda 3 soatda endi do'kon ob'yomiga qarab siz do'kon inventarizatsiyasini tugatasiz. Sizning ishchilaringiz qiynalmaydi. Shu. Xo'p, bundan tashqari общий yana katalog integratsiyalarini ko'rsatib beramiz. Uzun tezkor, Yandex, faktura, uzun tezkor bilan Yandex dostavkaga ishlashingiz mumkin. Bular bilan shartnoma tuzasiz. Agar sizning do'koningiz Toshkent shahar yoki boshqa shaharlarning markazida bo'lsa, domla ko'p joy, bemalol bu narsani ulasangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana rasm. Sizni oziq-ovqat do'kondagi assortimentingiz Yandexda ko'rinadi. Mana ishlayotgan do'konlar. Misol, mushuklar uchun ovqat sotishyapti. Bemalol kerakli narsalarni zakaz qilishi mumkin. Kuryer sizni do'koningizga kelib, tovarni olib ketadi. Sizga pul sanab tashlab ketadi. Bu degani дополнительный savdo. Dostavka qulaylik tarafi sizni do'koningizda balki qimmat produktlar bor. Siz atrofdagilar ololmaydi u narsani. Kimdir misol zakaz qilaman deb yuryapti. Shuning uchun Yandex yoki uzun tezkor ulab qo'ysangiz, albatta sizga srazu zakazlar keladi. Faqat boshlanishiga ozgina kamroq natsanka qo'yib, klientni o'rgatib olinglar va sizning do'koningiz Yandexda topga chiqadi, zakazlar ancha ko'payadi. Savdo Yandex orqali bizning klientlarimizga yaxshi ulab bergan mijozlarga bemalol ulashinglar mumkin. Yandex uzun tezkor. Faktura uz. Agar siz перечислениyaga ishlayotgan bo'lsangiz, shot fakturaga sizga keladigan bo'lsa, avtomatik ulab qo'ysa bo'ladi. Shot faktura прямой programmani o'ziga keladi. Lekin yana shot faktura keladigan bo'lsa, o'tda shtrix kod bo'lsa, tovarni programmaga o'zi prihod ham bo'ladi. Bu alkogol, tamaki sotadigan do'konlar uchun juda ham qulay funksiya. Nimaki, alkogol, tamaki do'konlari основной перечислениyaga ishlaydi va ko'p kishi faktura o'zi ulaydi. Xo'p, eskiz SMS, bu ham SMS рассылка. Sizga shartnoma tuzadigan bo'lsangiz, bu kompaniya bilan har bitta mijozingizga SMS yubora oladi. Xo'p, sotuvlar haqida Telegram bot sizga har bitta chek rasm qilib jo'natadi. Programma Telegram orqali plus undan tashqari siz ishchilaringiz qanaqadir levi движение oldin ham ko'rsatib berganman qiladigan bo'lsa, sizga to'liq ma'lumot keladi. Rasm yuklash tushuntirib berdik. Ma'lumot yig'ish terminal bu TSD. Shu prihod yoki ostatka olish, inventarizatsiya qilish juda ham oson bu narsada. Mana hozir mashina ham rasm chiqadi. Mana telefon ichida vstроенный skaneri bilan. Buni o'rniga oddiy telefon yoniga skaner ulab ishlatsangiz ham bo'ladi. Ancha tez prihod qilib olasiz tovarlaringizni. Bu har bitta tovar bo'yicha ma'lumot olish dannelar. Kimdan kelgan, qachon kelgan, polностью ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, bu programmamizni полный obzorini ham qilib berdik. Qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga pastga nomer qoldiriladi, Telegram. Biz sizga Telegramdan yuboramiz. Uni xohlagan savolingizni berishingiz mumkin. Biz sizga javob beramiz. Xo'p, programmaning narxiga keladigan bo'lsak, sizlarga ikkita programma o'rnatiladi. Bu qora programmamiz prihod uchun notebookingizga o'rnatiladi yoki personal kompyuteringizga. Bu qizil programma kassangizga o'rnatiladi. Bu programma ichida kassada bo'layotgan narsalarning ma'lumotini yig'adi. Internet o'chgan paytda avtomatik danni alishtirib yuboradi yoki telefoningizga ma'lumot yuboradi. Plus undan tashqari App Store yoki Play Marketdan bizning programmamizni mobil ilovasini tortib olsangiz bo'ladi. O'tdan siz xuddi bu yerda ko'rgan narsangizni полный ma'lumot, отчет, hisobot, hamma narsani ko'ra olasiz, faqat telefon shaklida. Uni ham videolarini qo'yib ketamiz, qanaqa bo'lishini, to'liq ma'lumot olish uchun Telegramga yozib qo'ysangiz, uni ham videosini tashlab yuboramiz, qanaqa ko'rinishda bo'ladi.